bir meseleni talama haddidan ziyade mübalağama qilib etmeymiz, lekin elaqi hadisalarni, mesela siyasi hadislarni birbiriga seliştirish bu tamamen mümkün. Hazır ko'raylik, bugün 6. ayının 6. günü Beijing'de Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida har yili bir qatim o'tkaziladigan strategik ve iqtisodiy masalalar suhbati boshlandi. Biz hozir ko'rib o'tdik, Amerikaning nopuzliq senatori, nopuzliq arbobi, davlat arbobi John McCain efendining dal shunday kunda Tayvanni ziyorat qilishi. Mesela 6. ayının 5. günü Tayvan'da prezident Tsai Ing-wen xonimning qabul qilishiga erishdi deylik. Bu ikki yig'in demayli, bu ikki siyosiy voqea deylik yoki bir siyosiy nima deymiz? Voqea deylik. Tuyuqsiz bir-biriga mos kelib qoldi yoki bir liniyaga tushgandek yoki bir-biriga yaqin o'tirdi bo'lgandaklar. Tayvanga 6. ayının 5. günü senator nopozliq arbob senator John McCain Harbiy ishlar komitetining raisi Kengash palatasida Tayvanga keldi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbat vakillari umiga 6. ayının 6. günü Beijing'da hukumat bilan suhbat boshladi. Bugun biz shu yig'in to'g'risida to'xtalamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning strategik suhbati boshlanish oldi turdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ixtiloflarni yo'shirmaydi. Mavzuli xabar 6. ayının 6. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi bir nafar yuqori darajalik amaldori bunday ko'rsatdi. Yaqinda o'tkazilgan Amerika Jungo 8. navbatlik strategik ve iqtisod suhbatida Amerika Qo'shma Shtatlari ikki davlat o'rtasida qo'l tutishadigan masalalarni yo'shirmay o'tirib qo'ydigan bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari ikki davlat suhbatida qo'l tutadigan masalalarni endi yo'shirmay o'tirib qo'ydigan bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Russell efendi bunday ko'rsatdi. Bu bizning suhbati Jungoning Janubiy dengizdagi harakatlarga diqqat qilishimizni o'z ichiga oladi. Jungoning boshqa bir shaklda kishilik huquqni cheklayotganligiga diqqat qilishimizni o'z ichiga oladi. Jungoning hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish yangi qonuni Amerikaning xalqchi tashkilotlari va bu tashkilotlarning Jungodagi hamkorlashuvchilarining faoliyatlariga ta'sir ko'rsatdi. Demak, bu qator suhbatda mushularni o'tirg'i tushiladi. Yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Russell bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo tarafining shirkatlariga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo tarafining shirkatlariga emas, Jungo tarafining shirkatlarga qarshi, chet el shirkatlariga qarshi kamsitish xarakterlik belgilemelerge ve torbatlardan foydalanib Amerika şirketleriga ziyon solish harakatlarga ham diqqat qiladi. Demek mesele bek nazik meselelarga vatandoshim. Yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Russell bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo strategik ve iqtisod suhbati o'tkazilganda ixtiloflar muhokama qilinadi. Ba'zida ixtiloflarning yo'llari taraytiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi iqtisod, taraqqiyot, energiya va muhit masalalari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Catherine Knowley bunday ko'rsatdi. Bu yilgi suhbatning muhim nuqtalari jumladan muhit, dengiz okeanni asrash, yovvoyi hayvonlarni elib satishga zarba berish, shundaqla savdo va yo'llariga aloqador yangi suhbatni o'z ichiga oladi. 8. navbatlik strategik ve iqtisod suhbati 6. ayının 6. günü Beijing'de o'tkazildi. Suhbatga Amerika tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry mas'ul bo'ldi. Jungo tarafdan Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi Yang Jiechi mas'ul bo'ladi. İqtisod ishlari suhbatiga Amerika tarafdan
Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministrligining ministri Jakob Lev mas'ul bo'ladi. Jungo tarafdan muavin vazir Wang Yang mas'ul bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni federatsiyalik hukumatning bir necha 10 bo'limning mas'ullari suhbatga qatnashadi. Suhbatning doirasi intayin keng. Yo'ldoshlar, vatandoshlarga shu narsani yetkazdik-ki, Shangri-La yig'inidagi o'tirib qo'yilgan masalalar, ana keyin shundaqla boqadi, menda Tayvandagi John McCain senator Nopozaq arbabning Tayvandagi ziyorat faoliyati, ana keyin hozir 6-oyning 6-kuni Jungoda boshlangan. Ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirish suhbatini o'tirib qo'ydik. Vatandoshlarimizni bir-biriga selishtirib, siyosiy hodisalarni bir-biriga selishtirib, tahlil qilishi va analiz qilishini umid qilamiz.